Sizlarni ham issiqxonalarda shu holatmi? Unda plyonkadan noto'g'ri foydalanayotgan bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum hammaga. 2026-yil uchun Xitoy davlatidan plyonkalarimiz kirib kelishda davom etyapti. Bugun bo'lsa Pio markadagi plyonkalarimiz yetib keldi. Plyonkamizni razmerlari 8, 10, 12 metrliklari bor. Uzunligi 102 metr bo'ladi, qalinligi 125 mikronda. Tez kunlarda yana Koreya issiqxonalari uchun ham tayyor razmerlarimiz yetib keladi. Birinchi o'rinda plyonkani tinuvligiga ahamiyat berasizlar. 94% gacha yorug'lik o'tkazadi bu plyonkamiz. Ko'pchilik mijozlarimizdan talab bo'ladi, plyonka cho'zilganda oqarsin deyishadi. Shunda hamma to'liq komponentlari qo'shilgan bo'ladi deb so'rashadi. Plyonkani oqarishini ham ko'rishingiz mumkin. Sizlarning talabinglarni hisobga olib kelib qo'ydik. Deyarli hamma plyonklarda o'ngi teskarisi tarafi bo'ladi. Bu plyonkamizni bu yerda yozib qo'ygan, tashqari tarafdan to'g'ri o'qilishi kerak yozuv. Xo'p, agar to'g'ri foydalanadigan bo'lsangiz, plyonka uzoqroq xizmat qiladi. Plyonkada ustki qismida chang yig'ilmaydi, ichki qismida bo'lsa chakkilar, tomchilar hosil bo'lmaydi. Mana hozir sizlarga buni qaynoq suvda tekshirib ko'rsatib beramiz farqini. Hozir mana to'g'ri qismini yopadigan bo'lsak, bu yoq tarafi teplitsani ustki qismida bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa chakkilar paydo bo'lmaydi. Agar buni teskari yopib qo'yadigan bo'lsanglar, mana boshlandi, уже chakkilashni boshlaydi bu. Shuning uchun bu plyonkani issiqxonaga yopilganda bu yozuv tashqaridan to'g'ri o'qilishi kerak bo'ladi. Sizlarga ham shu sifatli bo'lgan plyonkalarimizga qiziq bo'lsa, Agrogreen Ziyoga aloqaga chiqinglar, zo'r narxlarda qilib beramiz.